Sizlarga bugun Xudo xolisi o'rgatadigan narsa ikkita uchta bor. Bittasi 3+1 bor, ya'ni darajasi bilan ishlash. Yana bittasi bor. Shu 3+1 ni atkatiga ishlash deyiladi. Ya'ni bittasida biza trend anchadan beri ketgandan keyin o'sha zonaga kelganda ishlashimiz. Bekor kirdingiz-da. Ovoz uzilib qoldimi? Nima bo'ldi? Siz kirdik, anaqa chiqib ketdi. Ne, vot hozir. Bittasi bo'lsa hozir totgandik. Bo'ldimi, ko'rilyaptimi? Bittasi trendga bo'ladi, bittasi bo'lsa o'sha aytganimdagi trend razворотga ishlatsak bo'ladi. Endi qaranglar. Birinchi bo'lib o'rgatadigan narsam. Ruchkasi bormidi? Yo'q ekan biling. Birinchi bo'lib o'rgatadigan narsam qaranglar. 3+1 darajasi. Ya'ni bozorni 3+1 patternimizni bozorimizning maksimum hamda minimumlarida ishlatiladi. Ya'ni bozor eng tepa nuqtalarida hamda bozor eng past nuqtalarida daraja sifatida ishlatib olamiz. Undan keyingisi bizda bu strategiya uchun ishlatiladigan eng yaxshi time frame'imiz bu H4 bo'ladi. Ya'ni H1 time frame'da qanaqa ishlaydi, yoki M15 da qanaqa ishlaydi degan savollar shart emas. Ishlatiladigan time frame'imiz faqatgina H4, boshqasini olmaysizlar. Endi qaranglar. Birinchi shamchamiz обязательно impulsning shamchi bo'lishi kerak. Bozorning maksimumidan minimumidan farqi yo'q. Mana bu yerda misol uchun maksimumdagi holatni ko'rsatib berganman. Bozorni maksimumida birinchi impuls shamchamiz bor. Mana bu ko'k. Va ko'rib turganinglardeki, impulsimizning ichida eng minimum 2 ta, maksimum 5 ta sham bo'lishi kerak. Va 5 tadan ko'p bo'lib ketsa, uje olmaysizlar. No, 6-shamcha darajamizni buzib chiqsa, bu formatsiyani ishlatsanglar bo'ladi. Endi sxemasi daraja tortish qanaqa? Ko'rib turganinglardeki, impuls shamchamizni ochilgan narxi, mana ya'ni mana bu yerda shamchani ochilgan narxi yashil shamcha bo'lsa, o'sha yerdan bitta daraja tortib qo'yamiz. Eshityapsizlarmi? Plus eng maksimumga daraja tortib qo'yamiz. Ya'ni shu ochilgan open nuqtasi bilan maksimum kerak bo'ladi. Agarda razворот, ya'ni bu maksimumda emas, minimumda bo'lsa ham xuddi shu. Ochilgan narxi tepada bo'ladi, minimumi bo'lsa eng pastda bo'ladi. Endi keyingi bo'layotgan narsam. Mana bu yerda ko'rayotganingizdek bitta formatsiyani misol qilib berdim. Ichida mana 4 ta sham bor. Zonani bitta shamchamiz badani bilan yorib chiqishi kerak. Ya'ni mana bu shamchamiz badani bilan yorib chiqdi. Bo'ldi. Biz shu yerda maksimumi bilan, ya'ni ochilgan narxdan Fibonacci o'sha liniyalarimizni tortib olamiz. Ya'ni darajalarimizni. Endi boya aytganimdek, bu patternimizni bozorning maksimum hamda minimumlarida ishlatamiz. Faqatgina H4, minimum 5 ta. Endi impuls shamchani ochilgan narxi va minimumni daraja tortamiz. Bu boya aytgan narsam. Minimumniki qanaqa bo'ladi? Mana bu joyda bizaniki shamchamizning rangi minimumda qizil bo'ladi. Обязательно impulsli bo'lsin. Shamchalari iloji bo'lsa mana bu soyasi juda ham katta bo'lmasin. Keyingisi zonamizning shamchi shu badani bilan yorib chiqdi. Biz impulsli shamchamizdan ko'rayotganimizdek darajamizni tortib oldik. Tushundinglar-a? Misol uchun endi sizlarga hozir men grafikni ko'rsataman. Trading view. Xo'p. H4 ochib olamiz, yevro dollarga kiramiz. Boya aytganimdek, bozorni faqatgina maksimum hamda minimumlarda ishlatamiz biz bu formatsiyamizni.
Boshqasida ishlatish mumkin emas. Mana bunaqalarni olsak bo'ladi, faqatgina buni shpilkasi silishkim uzun bo'lgani sababli bu narsa bizga umuman keragi yo'q. Endi bittasini qaraydigan bo'lsak, maksimumga keldim. Mana buni ham olsam bo'lardi. Faqat bu yerda уже ikkinchi shamchamizni bo'yatganligi birinchi shamchamizni darajasini sirazi yorib chiqib ketdi. Значит, buni ham olmaymiz. Buni ham keragi yo'q. Biz uchun ishlatiladigan faqatgina shu H4 bilan ideal darajalar hisoblanadi. Xo'sh. Misol uchun mana. Bozor minimumida deylik, bitta shamchi keldi. Boyatganimdagi, вот. Bozorda ochilgan nuqtasidan bitta daraja tortdim. Hamda minimumga daraja tortib oldim. 1, 2, 3, 4, 5 ta shamchi bo'ldi. 6-chi shamchi уже вот как пробой sifatida hisoblanadi. Ya'ni пробой bo'ldi уже. Shu darajaga hozir bozor kelgan paytda shu yerdan ko'rayotganingizga bayga harakat qilsak bo'ladi. Endi bu yerda qanaqa qilib bitimga ochsak bo'ladi degan savol sizlarda bo'lishi mumkin. Undan tashqari ko'rayotgan bo'lsangiz, ma'mula ham bor. Просто men sizlarga bularni beraman. Nima sababdan? Bu yerda подтверждение bo'lmaydi. Faqatgina limitni order bilan ishlasanglar, bu narsani ishlatib bo'ladi. Hop, buni ham ko'rsataman limit bilan. Endi mana bu tochkada ko'rayotgan bo'lsanglar holatni, bozor ko'rayotganingizdek tushib kelyapti. Mana bu yerda уже bizda bayga поглощение formatsiyamiz bor va yana undan tashqari 3-4 ta дополнительный formatsiyalarimizni time framedan time framega sakragan holda topib bitimga kirsak bo'ladi. Stopimizni o'sha minimumlarda bo'ladi. Hozir ko'rsatib chiqaman. Xo'p, endi hozir aytgandek, bitimga kirishimizning ikkita yo'li bor. Ikkita yo'li. Birinchisi, hozir tortib qo'ygan ikkita darajamizda biz limitni order qo'yib qo'yamiz. Limit keli. Просто hech qanaqa подтверждение kerak emas, hech narsa kerak emas. Просто limitga qo'yib qo'yamiz. Ikkinchisi bo'lsa, tortib qo'ygan ikkita darajamizning ichiga bozor kelganida, ya'ni o'sha zonamizning ichiga bozor kirgan paytida time framedan time framega sakrab turib, bitta подтверждение topib kiramiz. Ya'ni hozir sizlarga ikkalasini ko'rsatib ketaman. Birinchisi, limitni order bilan ishlash qanaqa bo'ladi? Bizni ko'rayotganimizdek mana formatsiyamiz yasaldi, formatsiyamiz hosil bo'ldi. Birinchi darajamizga вот ikkita darajamizga mana limit 1, limit 2. Ikkalasiga limitni orderlarimizni qo'yib olamiz. Stop lossimiz bo'lsa, bozorni minimumida bo'lsa, вот minimum darajamizda, ya'ni mana bu darajamizda 2-3 punkt pastida bo'ladi. Agar maksimumda yasalgan bo'lsa, 2-3 punkt tepasida hosil bo'lgan bo'ladi. Mana ko'rayotganingizga yasaldi, ikkita darajamizni tortib qo'ydik. Bozor ko'tarildi. Shu darajamizga bizda birinchisiga limit bilan ketib qolishi mumkin. Ilidi. Mana ikkinchisidan turib reaksiya olib ketishi mumkin. Mana shu ikkala yo'lni ishlatsak bo'ladi. Mana bu yerda ko'rayotganingizdek mana funt dollarda bitta impuls shamchamiz bor. Birinchi shamcha, ikkinchi shamcha, uchinchi shamcha badani bilan mana proboy qildi. Yo'q, impuls nishon bor, uchinchi shamcha yorib chiqdi. Darajani tortib oldim. Limitni order bilan mana bitta sell limit, bitta sell limit, stop mana bitta. Qo'yilgan paytda ham ko'rayotganingizdek reaksiya avtomatik olib, yaxshigina harakatini qilib bergan. Mana bitta ham mana ko'rayotganingizdek bozorning minimumiga keldi. Impulsni shamchamiz yasaldi. 1, 2, 3, 4, 5-shamcha yorib chiqdi. 5-shamchamiz yorib chiqdi, darajamizni tortib qo'ydik. Xuddi shu darajamizga bozor kelib, shpil tashab ko'rayotganingizdek harakatda 180 punkt bizda take profitni beryapti. Limitni order bilan ishlayapmiz hozirgi paytda. Xuddi hozirgi точка входimiz yana bitta yo'li. Tillada. Hammalar misol uchun tillarni yaxshi ko'rasizlar. Aytib qo'yaman sizlarga, yaxshi strategiyalarni o'rganib olsanglar, xudo xolasa, o'zingizlarning strategiyalarni ustida ishlasanglar, ne только tilla beradigan pulni valyutalarda ham bemalol topsanglar bo'ladi.
Sababi bu tillada ishlash hammaga ham emas. Tilla berib bittada oladi. Shunga risklariga amal qilgan holda ishlatishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bitta formatsiyamiz yasaldi. Impuls shamimiz bor. 1, 2, 3, 4. И вот, mana 4-shamchamiz proboy qildi. Darajamiz tortildi. Bittada keldi bozor, limitlarimiz yana bitta ketdi. Yana bir marta kelgan paytda yana bitta подтверждение bilan kirib olsak bo'ladi. Iloji boricha bu bizani anaqamizni, strategiyamizni bir marta ishlatinglar. 2 marta уже ishlashi qobiliyati sal pasayib qoladi. Endi ikkinchisiga keladigan bo'lsak, точка входni time framedan time framega sakrab asos topib bitimga kirishimiz qanaqa bo'ladi? Misol uchun bitta daraja tortib qo'ydik. H4da. Biz o'sha H4 time frame'da H1 ga sakrab olamiz. Bitta подтверждение qidiramiz. Agarda o'sha yerda biz подтверждение topa olmasak, M15 ga, M30 или там M1 ga sakraymiz. Stop loss bo'ladigan bo'lsa, bizga kirgan подтверждениеli o'sha formatsiyamizni tagiga yoki tepasiga qo'yib qo'yamiz. Misol uchun mana bu yerda kirdik, mana bu yerda biz уже bayga bitimlarimizni ochib oldikmi? Stop обязательно emas mana bu yerga qo'yish. Mana bu joylarga qo'yib bemalol bitimga kirib olsak bo'ladi. Misol uchun ko'rayotganingizdek mana. Bizning formatsiyamiz mana 1, 2, yorolmay qoldi. 3, 4, 5, 6-chi bitida yorib chiqdimi? Daraja tortdik, bozor kirib keldi. H4 time frame'da ko'rayotganingizdek mana bunaqa holat yuzaga keldi. Endi H1 time frame'ga sakraganimizda bo'lsa, ikkili tubli patternimiz, ya'ni W. W ni bilasizlar. Ya'ni bizni buni W ni qachon yasalib turib bitimga kirishdan oldin lutchi bizni arzonroq narxda sotib olganimiz yaxshi. O'shanga H1 dan M30 ga sakrab olamiz. M30 ga sakrasak, mana bu yerda H4 da ko'rilmaydigan zonamiz bor. H1 da ozgina bor. Накопление zona, ya'ni shu zona protargovka, oldi sotdi zonasi. Ko'rayotganingizdek, SMR? Bu поглощение zonasi, bu oddiy shu накопление protargovka zona. Вот. Birinchi marta, вот mana bu hosil bo'lgandan keyin bozor mana bir risk kirdi bu yoqga. Поглощение yasab harakatni qilib berdi. Yana bitta yasadi-da, bu yerda mana bu yerda yana bitta поглощение yasab berdi. Уже bu yerda avtomatik ikkili tubli formatsiyamiz yasaldi. Shu paytda mana bu yerda уже biz arzonroq narxda bayga kirib olamiz, sekin harakatni qilib ketaveradi. Endi xuddi shu strategiya bo'yicha mana bitimga kirilgan nuqtasi. Tillada o'sha narx 2488 dollar bo'lgan paytda bitimga kirilgan, stop 5 dollarlik harakat bo'lgan. Take'imiz bo'lsa 185 dollarlik harakat. Risk rewardimiz 37. Ya'ni biz 1 dollar riskovat qiladigan bo'lsak, 37 dollar pribul ko'ramiz. Misol uchun hozir mana shu yerda deylik qaranglar. Hisoblab beradigan bo'lsa 00 yoki 0 ob'yom bilan ochadigan bo'lsa 1 dollarlik harakatga 10 dollardan beradi. 10 dollarni ko'paytiramiz 5 ga. Biz hozir shu yerda 50 dollarni risk qilib 185 dollarlik harakatni olib chiqib ketdik. Ya'ni 10 dollarni ko'paytiramiz 185 ga. Ko'rayotganingizdek 1850 dollar. Shunaqa riskovat qilib biz yaxshigina sabr bilan bitimimizni olib chiqib ketdik. Mana yavni ko'rsatganda qanaqa holat bo'ldi. Ya'ni bizda точка вход hozir limit bilan mamutdan kirmadikda, sal pastroqdan kirdik. Bu joyda o'sha time frame'dan sakrab turib kirganimiz uchun shunaqa yaxshi foydamizni berdi. Endi kimda qanaqa savollar bor? Savolingiz bo'lsa beringlar. Bilmayman, ko'rmadim. Bu ko'rsatmaskan. Kimdadir savollar bo'lsa bemalol beringlar. O'shani qo'l ko'tarsanglar. Bo'lsa-mu savollar berasizlar. Juda ham konkretni tushundim shekilli. Savollar bormi? Bo'lsa, da eshitilyapti. O't mikrofonlar yonyapti, hamma eshityapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, aka. Charchaymizmi? Zo'r aka. Dahshat. Savollar yo'qmi hech qanaqa? Savolinglar bo'lmasa, men hozir buni bir rez tugataman-da. Yana bitta ochaman. Ikkinchisida уже
boshqa narsa o'rgataman. Unda уже Fibonacci'larni ham qo'shiladi degan. Hammanglarga Bo'l, rahmat. Hozir yana bitta yoqaman.